Pul mukofotlari taqdirlandi mana shu professional janglar ishtirok etadigan sportchilarga. Navbatdagi jang 63,5 kilogramm. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursanti Elmurod Namazbayev dastavval chiqib kelmoqda ringga. Sport ustasi, 8 karra O'zbekiston chempioni, Islom birdamlik o'yinlari sovrindori, murabbiy Bahodir Nurullayev kutib oling. Eng chiroyli jang egasi Begmatov Nurullayev shogirdi Lazizbek Begmatov Navoiy viloyatidan ko'k burchakda jang olib boradi. (63,5 kilogramm do'stlar. Yana bir bor takrorlaymiz. Ajoyib tarona ham yaralgan ekan-a. Bahodir Nurullayev jamoasi. Bahodir jamoasi. Murabbiy mana shu Navoiyda ushbu katta maktabni shakllantirgan insonlardan biri. Demak, birinchi raund. Begmatov ancha tajribali jangchi, ko'proq kuzatganmiz. Juda xotirjam, qaraymasin, ushlab turib chap qo'l yon taraflama zarbani amalga oshirishga muvaffaq bo'lyapti. Joyida turgan holda o'ng qo'lni ham ishga solyapti. Qaysi masofada turganiga e'tibor qarating. Qorin qismiga ikkita zarba. Raqib yaqinlashishini kutgan holda middle kick qorin qismiga yana o'tyapti. High kick ortidan joyida turibdi. Sarosima yo'q. Ikkilik zarbasi o'tyapti. Chap o'ng qo'lda. Yana qorin qismiga bir qancha zarbalar yo'lashga muvaffaq bo'lyapti Begmatov. Jangni to'liq nazorat qilyapti. Mana shu dastlabki raundni ko'ryapmiz. O'ng qo'l to'g'rida yo'llangan zarba. Shunga borish kerak edi baribir. Kutdi poyladi, xuddi
cho'zmani tortib turib kerak paytda qo'yib yuborgandek bo'ldi. Birovga imkoniyat beriladi. Jangni kuzatishda biz ham davom etamiz. Kombinatorlarga e'tibor qarating. Xilma-xillikka high-kick oyoqni ushlash mumkin emas. Endi biroz o'sha bundan avvalgi o'tkazib yuborgan zarbasidan so'ng shunday holat yuzaga kelmoqda. Yana ikkilik zarbasi, qo'l biroz pastga tushib ketgan. Namazbayevda mana bunday zarbalar anchagina xavfli bo'ladi. Juda xotirjam kirib boryapti, qarang. Begmatov his qilyapti ringni, raqibni, jangni, vaqtni, hammasini. Middle kick. Va birinchi raund yakuniga yetmoqda. Mana o'sha ikkilik zarbasi. İkinci raund. Masofani his qilishiga e'tibor qarating. Begmatov kechirasiz. Middle kick o'tyapti. Jigar qismiga zarba, bosh qismiga zarba, ikkilik zarbasi. Namazbayev bu yerda ilgarilab ketishga urinmoqda u ham. Masofani ushlab turibdi. Namazbayev o'sha raqibiga qulay bo'lgan yaqin masofaga kirib bormayapti endi u. Biroz uzoqroqdan, biroz ko'proq harakatlanyapti. Ring bo'ylab aylanma zarba bosh qismiga shu yerda ham tutib olaman degandek Begmatov hozir zarba yo'llayapti. Uppercut zarbasi. O'tdi zarba Namazbayevda. Ikkita front kick. Hisob ochildi. Qorniga tekkan ekan hozir zarba. Birinchisining o'zi. Front kick ochiq ko'rmay qoldi, o'tib ketgandek bo'ldi. Menimcha Aslanov ham shunday o'ylagan. Lekin zarba yo'l mo'ljaliga bordi va bu nokaut do'stlar. Va bu nokaut. Hozir ko'ramiz takrorlab. Albatta bir emas, ikki marotaba bir zarba yo'llagan edi o'sha vaziyatda.
Laziz Begmatov uning qo'li baland ko'tarilyapti. Hozir taqdirlash marosimi bo'ladi albatta. Menga qiziq o'sha front kick amalga oshirilayotgan bir vaziyatda qanday holat yuzaga kelgan edi. O'zbekiston kickboksing assotsiatsiyasi hakamlar raisi Muhammadjanov Timur Amirjanovichni Guldiroz Qarsagelar ostida sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Timur Muhammadjanov taqdirlayapti. O'zbekiston kickboksing assotsiatsiyasi hakamlar hay'ati raisi, rahbari Bahodir Nurulayev mana yana ko'rindi. Navoiy Open kickboksing bo'yicha Navoiy viloyati ochiq chempionati sportchilariga 1 million so'm va keyingi sportchimizga 500 ming so'm taqdirlanmoqda. Va albatta shu mezonlar Birinchi knockdown. Bu birinchi raundda va Bahodir Nurolayevga ham Guldiroz Qarsagelar. Ana shu front kick. Turnirlarda Aniq mo'ljalga borgan ekan, Aniq mo'ljalga borgan ekan qorin qismiga.